Dadajon turing. Dadajon turing. Assalomu alaykum. Mening ismim Bigoyev. Men 6 yoshdaman. Odamlar yordam beringlar. Dadam hozir ahvoli yomon. Assalomu alaykum. Mening ismim Mirfayz. 9 yoshdaman. Dadam ahvoli yomon. Dadam tuzalib ketishi kerak. Menga kerak dadam. Mana shu bolalar hozir dadasi xastaligi uchun sizlardan yordam so'rab, xalqdan yordam so'rab chiqishmoqda. Jigar siroji, ya'ni qo'pol qilib aytganda jigari qurib bormoqda. O'zini opalari jigarni bermoqchi. Hozir akamizni Hindistonga yuborib, jigar operatsiyasi uchun yordam so'rab video qilyapmiz. Iltimos, mana shu videoga birinchi o'rinda like bosib, kommentariyaga shu akamizni Alloh shifo bersin deb yozib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Mashinalarini sotib, uy-joylarini sotib, 200 million so'm, ya'ni 15 ming dollar pul yiqqan. Hozir kunda akamizga 30 ming dollar pulni talab qiladi va akamizni opamiz bilan qon guruhlari to'g'ri kelmaganligi sababli plazma qo'yish 5 ming dollardan 8 ming dollargacha talab qilingan. Mana shu summani Allohga oson yig'ib qo'ysak inshaalloh shu akamizga yordam bergan bo'lamiz inshaalloh. Pastda o'zini kartalari, o'zini telefon raqamlarini qo'yganman. Mana shu kartalarga ehsoninglarni ayamaysiz deb umidamiz. Ro'za Ramazon oyida kim ehson qilaman deb yurgan bo'lsa, mana shu insonlarga shu videoni tarqatib qo'yinglar. Albatta bu oila haqdor oila hisoblanadi.